Ota bilan ich bo'ladimi? Ota-yu. Mana men degan ichadigani ham otasini ko'rsa to'g'irlanib qoladi, bilasizlarmi? Do'razasini oldigacha keladi. Bugun sen deb shuni eshitib otsa, ota uxlamagan ekanda. So'rida o'tirgan ekanda. O'g'il bor-ku, o'zini to'playotganmish, bunday qilib. Ash turgan joyda span degan racho topdi-da. Kirbax tashayman deganda o'zi ham. Mashtaqasidan ketayotganmish-da. Ish qilib sharmanda bo'lib qolmaydi. Molxonaga kirib ketmayapmanmi, ish qilaman. Ha, nomard yurishini o'xshatding. Indamay kirib ketaver. Dadamga bitta salom berib qo'yay debdi-da. Assalomu alaykum. Dada. Yo'q-ki. Ha? İçdingmi? İch. Hozir. Nimaga ichding? Nimaga ichding? Siz bu ham tushuntirmoqchi bo'libdi-da endi. Hozirgina siqilib qoldim, o'shanga ichdim deyman deb. Endi dada shapala qilib qo'yib yubordi. Dada dema debdi. Dada dema. Desa, "Uy. Ma. Просто dada dema, quvvat qo'yib yubordi-da. Yo'q, ha. Просто dada dema deb set qulani qo'yib yuborgan ekan. Xo'p. Rustam aka, eshitding debdi.